davlat pullari beryapti. 70 million so'mga tushadi. 12 milliondan 15 milliongacha daromad ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Idoatli jamoasi. Mana biz bugun Mag'landamiz. Xudo xolasa bugun xo'sh 19-chislo hamma joyda davlat pullari beryapti. Biz to'g'ri sotyapmiz. Bu obyektimizni nima kerak? Quyosh panellari o'rnatib berdik. Hozirda bu xonadon egasiga 70 million so'mga tushadi. Agar 10 kilovatt bo'lsa 39-40 million so'mga o'rnatib beryapmiz. Под ключ. Bizda nimaga bunday narx? Chunki bizda bu hamma mahsulotlarimiz original. Lonji Haymoikson original va DER original bo'ladi. Xudo xolasa ularni o'rnatib ishga tushirib montaj qilib beriladi. Hamma defekt yoki ehtimoliy xatolarni oldindan yo'qib ketamiz. Xudo xolasa hamma joyda yaqinda bitta qo'ng'iroq bo'ldi menga. Tipa 10 kilovatli quyosh panel 1 yilda qancha sotishi mumkin? Meniki уже 10 mingga yaqin sotib qo'yibdi. 10 million so'mga yaqin sotib qo'ydi. Biz aytdik, yana 1 yil bo'lishiga o'sha odamga 3-4 oy qolibdi. Xudo xolasa bu 3-4 oyda yana 1,5 million so'mdan sotib bu 10 kilovatli quyosh panelidan 12 milliondan 15 milliongacha daromad ko'rishingiz mumkin. Yilligini aytib o'tyapman. Shunga xo'p, yana qanday ma'lumot bermoqchi edim? Xudo xolasa yaqinda pullar tushadi. Bundan oldingi videoda ham 13 million so'mni soliq ilovasi orqali tushirib olganimizni video qildik. Xudo xolasa shu soliq ilovasida yana tasdiqlansa, yana bir video qilamiz. Xudo xolasa mana hozir birozgina soliq ilovasida zaddeshga bo'lib qoldi, 2 oylik. Odamlar desa ishonmay qo'ydi, lekin Xudoga shukr mana kelib o'rnatib qo'yib beryapmiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Rahmat hammaga.